Assalomu alaykum. Bir joyga keldik mana. Sigirimizni yeliniga toshma toshibdi. Hozir ko'ramiz buni. Ko'rgan bo'lsanglar, yara bo'pti mana. Mana shu yelinga nima dori surish kerakligini ko'rsataman. Videoda kasalligi keladigan bo'lsa, videoda sigirni yelin sohasida uchraydigan yara kasalliklari sugal deymiz. Bunga ziyorka mazga 100 gram, ya'ni 200 gram yarmlik olib, men 99.8 oksitetsli ana shu antibiotik bo'ladi. Va shu 100 gramiga 40 gram parashini aralashtirib sog'ib bo'lgandan keyingi holatda yaxshilab beradi. Videomizlar yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Videomizlar manfaatli bo'lgan bo'lsa, biza xursandmiz. Sog' bo'lasizlar.